Hammaga xayrli kun. Sevib minadigan mashinangizni to'g'ri va toza yuvish bo'yicha video qildik. Bu uchun oq mashinani tanladik. Oq mashinada kirlar yaqqol ko'rinadi. Birinchi faza shampun sepib olamiz. Endi kuzovni yaxshilab chayib olamiz. Mana natijani ko'rsanglar bo'ladi. Kuzovda kirlar baribir qolib ketgan, toza bo'lmagan. Eng zo'r shampun bo'ladimi, eng zo'r kachri bo'ladimi, bu kirlarni ketkazmaydi. Bu uchun qo'l shampuni bor, ikkinchi faza. Chelakka suv to'ldirib olamiz. Mana o'sha shampunni chelakka solamiz. Kachri bilan chelakdagi shampunni ko'pirtirib quyib olamiz. Varishka yoki gubka bilan shampunni olib kuzovni yaxshilab ishqalab chiqamiz. Keyin yaxshilab kuzovni chayib olamiz. Mana endi kuzov qo'l shampunidan keyin chizilmasdan haqiqatan top-toza bo'ldi. Hech qanaqa kirlar qolmadi. Endi samomoykada to'g'ri yuvishni bilasiz. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldirib, do'stingizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.